Men yashanaman, ular meni qidirishadi. Ha do'stlar, Robloxda bugun biz berkinmachoq o'ynaymiz. Ular meni topishsa yutishadi. Agar men berilgan vaqt davomida ulardan yashirinib yursam, men g'alaba qozonaman. Qani unda bo'lsa biz videomizni boshladik. Do'stlar, biz o'yinga ham kirib oldik. Endi o'zimizga kerakli xaritani tanlaymiz. Biz izlovchi bo'lib kiramiz. Hozir endi biz mashtigasi ham kam qolibdi. Xo'sh, nimaga aylangan bo'lish mumkin? Tepalarga chiqib olganmikan yoki ortib ko'rish kerak. Xo'sh, do'stlar, biz hozir qidiryapmiz, ammo o'zi vaqt tugadi. Xo'sh, endi yana boshqadan bosamiz. Xo'sh, keyingi safar agar biz yashirinuvchi bo'lsak, albatta yaxshi bo'lardi. Bu bizning omadimizga bog'liq. Endi to'g'ridan o'zimizga kerakli kartani tanlashimiz kerak. Xo'sh, qaysi odamlar qaysi ko'rinishardi ekan? Xo'sh, ko'pchilik Mansonni tanlabdi. Endi biz ham shu yerga turamiz. Bu yerda vaqt o'tishini kutish kerak ekan. Xo'sh, o'zi ko'pchilik Mansonni tanlabdi, qolganlar esa ularni tanlagan. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Xo'sh, kirdik. Xo'sh do'stlar, reklama ham jonga tegdi-yu. Xo'sh, qani biz yashirinuvchi bo'laylik. Bu do'stlar yashirinuvchi bo'ldik. Qaranglar omadni. Xo'sh, nimaga aylansak bo'ladi? Shu uyni tepalariga chiqish kerakmi yo pastlardan biror nima qidirsa bo'ladimi? Xonalar eshigi kirmayapti. Kichikroq narsaga aylanganimiz ma'qulroq, lekin qani tepaga kiraylik, chunki tepadan ko'pchilik qidirmaydi. Xo'sh, chiroqqa aylanib olaylik-chi. Xo'sh, endi bu xonada nimalar bor? Bu kolonkaga aylanib ko'rsakmikan? Belgi beryapti, ular qidirishni boshlashibdi o'zi. Qani kolonkaga aylanib ko'ramiz. Mana menimcha bu yerdan ham qidirib ko'rmasa kerak, bizlarni shuncha kirib turamiz. Albatta bu raundda g'alaba qozonsak kerak deb o'ylayapman, chunki bu katta joy va bu yerdan meni topishlari albatta ular uchun juda ham qiyin. Mana bu yerga tursa hech kim bizni umuman payqamaydi. Ajoyib joyga yashindik. Xo'sh, bu yerdan endi ularni qidirishini kutishimiz kerak. Yo'q do'stlar, menimcha joyimizni almashtirishga vaqti keldi. Boshqa joylarda ham bir yashirinib ko'raylik. Video juda ham zerikarli bo'lib qolyapti. Hozir bizni qidiradiganlarni bizni ular ko'rishmayapti menimcha do'stlar. Qaranglar, burunni uchida turibmiz, bizga e'tibor berishmayapti. Mana do'stlar, ko'zimizning oldida qarab turishibdi. Hali 1 minut vaqt bor, 1 minutdan keyin agar tirik qolsak g'alaba qozonamiz. Do'stlar, bular menimcha endi aniq ko'rishdi. Endi tezroq qochishimiz kerak. Do'stlar, menimcha qidiruvchilar yaxshi qidira olmayapti. Asta-yana o'tganlarni olib, orqaga o'tib olishimiz kerak. Belgi bo'lib qo'ydi-yu. Bu yerda nimadir hech kim turmayapti. Menimcha ular sheriklar bizni qidirish bilan ovora bo'lishmoqda. Hozircha bu yer tinch. 48 soniya qoldi. 45, 44. Do'stlar, ular negadir meni qidirishmayapti yoki-da ko'rishmadimi, bilmayman. Hali ham lekin sheriklarimizni qidirib yotishibdilar. Hozir belgi bo'lib qo'y. Ana do'stlar, hozir ularga bizlarga ko'rinadigan ishora ko'rinyapti. Biz mana shu yerda o'tlarni chakirib olsak, shu yerda tursak, menimcha ular ko'rishsa ham payqashmasa kerak. O'zi 14 soniya vaqt qoldi. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Do'stlar, mana vaqt turibdi, mani ko'rgani yo'q. 3, 2, 1 tugadi do'stlar. Do'stlar, biz yana g'alaba qozondik. Xo'sh, endi bu raundimiz tugadi. Endi esa bu yerdan chiqib oldik. Xo'sh. Endi esa yana boshqaroq kartalarni tanlab ko'rsak qiziq bo'lardi, chunki hadeb bitta kartalar o'ynayverish menimcha unchalik qiziq emas. Qani ofisga o'ynasak bo'lmaydimi? Qani shu yerga turaylikchi. 3 kishi buni tanlabdi. Qani necha kishi tanlabdi? 8 kishi tanlabdi. 7 kishi bo'ldi endi.
Shu yerda ko'proq odam bor, shu yerda ham ma'qulroq. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Do'stlar, mana yana bu yer ham yaxshi o'xshayapti. Bu mal edi, menimcha adashmasam. Shu sotuv maliksi. Xo'sh, do'stlar, biz yana yashirinuvchi bo'lsak, do'stlar, yaxshi. Biz yana yashirinamiz. Yana eski taktikamizni qilib tepaga chiqib olsak. Xo'sh, biz stolchaga aylanib olganimiz yaxshiroq, chunki bu yerda stol 3 ta edi, boshqalarida bu yerda 2 ta ekan, 3 ta qilsak ular sezishmaydi. Xo'sh, ular qidirishni boshlashayaptimi? Xo'sh, qidirishni boshlashibdi. Negadir biz tarafga hali hech kim kelgani yo'q. Voy, ishora berib qoldi. Endi ular kelish ehtimoli, mana nima qilyapti endi? O'ynamidi nima edi? Katta o'tiribdi, yana atrofda yuribdi. Uni hozir tutib olishi ham mumkin, chunki qanday qilib bunchalik bilan ekinlantirish mumkin? Do'stlar, biz ham lokatsiyani almashtirmasak umuman bo'lmaydi, chunki belgi berib qo'yapti. O'zi shunaqa har daqiqada belgi berib qo'yadi. Masalan, topishdi. Mana nima qilyapti mana bu? Xo'sh, biz ham biron joyga o'tib olishimiz kerak. Xo'sh, yugurdik. Ular payqab qolmasdan. Mana shu yerga ham bog' bor ekan. Hozir gulga aylanib shu yerga kirib olsak, menimcha sezishmaydi. Chunki mana o'zi taxlab turibdi ekan gullar. Xuddi guldek biz ham shu yerda taxlanib turamiz. Ular bu narsaga e'tibor berishmaydi degan umiddaman. U mana birat nima qilyapti endi? Mana do'stlar, bizga e'tibor ham bermasdan chiqib ketdilar hozir. Do'stlar, mana shu turni qanaqasiga ko'rmaslik mumkin. Qidiruvchilar yaxshilab qidirish kerak bu yerda. Chunki hamma joyda odam bo'lishi mumkin. Biz xohlagan narsamizga aylanishimiz mumkin. Shuning uchun qidiruvchilarga ham qiyin. Xo'sh. O'zi 50 soniya vaqt qolibdi. Xo'sh. Onsha opa. Yo, bizning oldimizga kelmadi, u pastga tushib ketdi. Yana g'alaba qozondikmi deyman. O'zi bizda deyarli yarim soniya vaqt qoldi. Xo'sh. Bu yerda sherigimiz ham shu yerda ekan. U ham gulga aylanmoqda. O'zi vaqt tugadi, yana g'alaba qozondik hisobda. Chunki endi ular hammani ushlab olish olmaydi baribir. 11, 10, 9, 8, 7, 6. Voy, kelyapti, otib qo'yishmasa ketdik. Chiqamiz endi oxiriga, okey. Wow, do'stlar, otishga ulgurishmadi baribir. Yana bir bora g'alaba qozondik. Xo'sh, endi yana bir o'yin o'ynaymiz, yana bir raund. Xo'sh, endi qaysi kartani tanlasak? Menimcha, birov farmni tanlasak ham qiziqroq bo'lardi, chunki bu yerlarga o'ynab ko'rdik. Yana kartalar almashib qopti. Mana farm, keyin va o'yin nima edi? Farm yaxshiroq menimcha. Yana ham odam ko'p bo'lgan joyga o'tamiz, chunki boshqa iloj ham yo'q. O'z boshlanishga vaqt qoldi, ketdik, odam ko'p joyga o'taveramiz. Gravi, xohlas nimadir ekan, neki do'stlar, unchalik o'qiy olmadim, inglizchani ham joy olib olmayman. Bu yerda qabristonlar bor ekan. Xo'sh, biz yana, do'stlar, biz yana yashirinar ekanmiz. Juda ham omadli bo'ldi. Xo'sh, burchaklarga o'tib olish kerak. Bu yerda o'zi qabrga aylansak ham darrov topib olish ehtimoli katta. Shuning uchun bironta kichikroq narsaga aylanib, burchaklarga turgan yaxshi. Mana shu skameykaga aylanganimiz ham yaxshi, chunki skameyka atrofda ko'p ekan, ular bizni payqashmaydi degan umiddaman. Lekin bu yerga qo'ysa bo'lmaydi. Bironta kichikroq narsaga aylanib olish kerak, chunki katta narsa bilan burchakda turish bu fizikaga ham to'g'ri kelmaydi, hech kim joylashtirmaydi bu yerga. Xo'sh, kichikroq nima bor bu yerda? Qanday mana shu qabrga aylanib, shu yerga qabrga aylanib bildirmasdan turaylik, biroz kutib vaqt o'tishini. Do'stlar, atrofga qarolmayapmiz, chunki atrofga qarasak, buralib ketyapti ekran, ular odamlarni qidirayotganini ko'ra olmayapmiz.
Shu kamchiliklar uchun albatta uzr so'rab qolamiz. Nima ham qilamiz boshqa endi. Hozir biz u yerga burilsak, qiyshiq bo'lib qoladi va ular bizni ko'rish bemalol ko'rishadi. Qanaqa ehtimol bemalol ko'rib turishadi ular. Shuning uchun do'stlar bu yerdan chiqib ketamiz, to'g'risi. Chunki sizlar odamlarning reaksiyasini ko'rishinglar kerak. Ham zerikarli bo'lyapti juda turish. Xo'sh. Nimaga aylansak bo'ladi? Nima bor? Mana shu narsa zo'r ekan. Xo'sh, daraxtning orqasiga o'tib olamiz. Ular qidirishmoqda. Xo'sh, hali 1 minutdan ko'proq vaqt bor. Mana shu daraxtning tepasiga chiqib olamiz. Yo'llar pastimizda o'tib ketdi. Do'stlar, men uncha sezmadi. Xo'sh, burchaklarga yashirinib olishimiz kerak. Bu yerdan umuman ko'rmasak kerak menimcha. Do'stlar, bu o'yinda menimcha g'alaba qozondik deb o'ylayapman, chunki o'zi vaqt ham tugab qoldi. Shuning uchun g'alaba qozondik deb o'ylayapman. Hamma sheriklarimiz ham tirik, ular menimcha hali beri bizni topisha olmaydi. O'zi vaqt tugadi. Qani ularning oldiga chiqib bir ustilardan kulib o'yin qilib yuramiz. Xo'sh. Meni ushlanglar desam ham mana. Hozir men qaytanga ularning ortidan qidiryapman, ular meni qidirisha olmayapti. Mana do'stlar, ortidan boramiz, qani sezarmikan mana. Mana do'stlar, sezgani yo'q, shunchaki yuribmiz, yana bo'lib o'tib ketamiz. Mana do'stlar, menimcha ular sezishmayapti. Alo. Do'stlar, reaksiya qilib qo'yamiz. 3, 2, 1. Do'stlar, yana g'alaba qozondik. Do'stlar, videomiz ham shu joyga yakuniga yetdi. Agar sizga shunday videolar qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiring. Sizlar bilan har doimgidek Craft bo'ldi.